Assalomu alaykum Farg'ona Fishermen kuzatuvchilari va obunachilari. Yozyovon tumani Yangobod qishlog'ida yangi ko'l ochilyapti. Kecha 2 kilo baliq to'kilgan, bugun hozir 2 kilo baliq kelyapti. Shu ko'lga dam olish maqsadida keldik. Sizlar bilan hozir hamma yo'lda tanishtirib o'tamiz. Ko'limiz kattaroq ekan. Atroflarni sizlarga ko'rsataman. Yozyovonga kelib suv omboriga kiradigan Yangoboddan burilib kirganlaringda suv omboriga kirmasdan to'g'ri asosiy yo'ldan kelaverasizlar. O'zi Yangobod xo'jalikdan tuyagandan keyin chap tarafga qarab kelsanglar katta ko'l keladi o'zi. Ko'ldan o'tib chapga burilasizlar. O'sha yo'l olib kiradi. Ketda burilgandan keyin asfaltdan 1 kilometrcha yursanglar, konteynerlar keladi, konteynerdan o'tsanglar, o'ng tarafga ikkita yo'l keladi. Birinchisiga emas, ikkinchisiga burilib to'g'ri kirib kelaverasizlar. Mana shu yo'l o'zi mashinaga olib kiradi. Mana mashina kelyapti. Mashinaga olib keladi. Tumanligiga yaxshi ko'rinmayapti. Tuman kelganimizda ertalab keldik, tumanligiga videoga olmadim. Hozir tuman sekin tarqayapti, quyoshlar ham chiqyapti. Ana quyosh ham sekin ko'rinyapti. Sekin boshladik. O'zini mesni baliqlari yo'q. Kunligini kunda 2 kilodan to'kib beryapti. Kecha 2 kilo to'kkan, bugun 2 kilo kelyapti. Xudo xolasa to'kib natijalar ko'rsatamiz. Ikkita qalmoqqa 50 ming so'm ekan. Kelib maza qilib damni olib ketaverasizlar. Hozircha 15 tacha 20 tacha ovchilar bor. Balig'imiz kelsa baliqlarni to'kib ko'rsatamiz. Jarayonni kuzatib turinglar. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Siz mehnatimizni qadrlab turinglar. Sizlardan iltimos. Ko'limiz shunchalik. Baliqlarimiz kelsa to'kilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum Farg'ona Fishermen obunachilar. Baliqlarimiz yetib kelmadi, xudo xolasa. Bir yo'l sarib olasizmi yo idishda to'kamiz? Bunisi dijilyapti yo, sizga ko'raram hozir. Voh. Mana kim shu yerda baliq tushaylar? Ol erkak. Tushgandan ushlab turing. Sekin yerga tushmasin, saha bo'ladi. Mana baliq. Kattasi mana. Salafani ustiga qo'ying-da. Javrasiga bir nimasiga qanatiga bir narsa baylaysizmi? Pris baliqni? Ha, o'shada piltopga bormi? Qanatiga baylash kerak. Nimachi? Chiqadimi 3 kilo? Qo'ying, salafanga qo'ying. Mana ya. Ana oling nargisini ham. Nechta baliq qo'yamiz prisga? Yetadimi ikkita? Ha, yetadi ikkita. Mana hozir mana ko'limizga qo'yib yuboryapti, mana prisli baliq. Bo'ldi, vijir-vijir qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Mana ko'ringlar. Voh, ana. Odam tushgandek bo'ldi-ku. Mana baliqlarimiz to'kilish jarayonida.
Bismillah. Mana bog'dan. Zo'rlar ketdi mana. Bog' topolgan joyini qarang. İçida ma'rifqon qoldimi? Ha. Yangiobodda ko'limizga bog' to'kildi. Kelaverasizlar mana. Xolosa natijalarni ko'ramiz. Natija bo'ldi. O'zimizdan. Kelaverasizlar.